Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Jalaliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasiler'inki 41. halifesi El-Vasık Billah, yani ismi İbrahim isimlik bu halif bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 740. yıldan Hicriye 741. yıl kadar, yani bir yıllık yetmeyen ahval aslında hakimiyet biçti Uttağa Mısır'da. Bu kişi Veliahdi Mustemsik Billah'ninki oğlu buludu. Undaqda bu Hakim Bi'Emrillah'ninki Ebi Abdullah Muhammed isimlik balısının balısı. Yani undaqda Hakim Bi'Emrillah'ninki nevrisi. Mustakfi'ninki ciyani boladı undaqda. Bu adamdaki çoğun dadısı Hakim, oğlu Muhammed'ge muşnunki çoğun dadısı olur hem. Çoğun dadısıga aynı vaqtada veliahd qilib bekitgan. Buni Mustamsik Billah deb unaga hurmat nom bergan. Lekin bu adam Hakim Bi'Emrillah'ninki zaman iste ölüp ketgan. Hamda o'g'li İbrahimga o'lib ketgan Mustamsik degan adam veliahdlikni o'tnab bergan. Mushu xalifali bo'la oladi deb. Lekin hamda bu cho'ng dadisi bu odamni buningga yaramas ko'rib xilofatga. Chunki bu nayt o'yin tomoshaga amroq, andan nayt past, razil, dashqal odamlar bilan muomala qiladigan o'yin tomoshaga amroq bo'lg'achqa veliahdlikni buningdan tortib o'zining o'g'li Mustakfiga bergan. Mustakfi undaqda ma'va hozir gapini qilgan İbrahimning tog'isi bo'ladi. İbrahim mushu qalbida bir nefsida bir az bir adovat o'chmanlik bor bu avvalgi qarta. Shuning bilan xalifa bilan Mustakfi orasida munosabatni buzib etgan bu. Ayni vaqtda xalifa bilan Misrning sultoni Qalavun ak ufkudak yaqin. Lekin mushu İbrahim suxanchilik qilib, gap to'shib, oxirida yuqorqi biz degan avvallar yuz berib, ikkisining munosabatini ig'irlashgan. Mustakfi biz boshda degandek Qos degan diyarda o'lib ketgan Misrniki. Ona tijorat o'rna qoyiraga. Veliahdlikni o'g'li Ahmed topshirgan, ammo sulton buni e'tirof qilmay, bu ish qarmay, mana mush İbrahimni xalif qilib saylab chiqqan. Buni Vosiq Billah degan hurmat nomini bergan bu kishiga. Ta sulton vafot bo'lgan qadar mush avvalda bo'lgan. Endi sulton bak pushaymon qilgan bu o'zining bu qilmishiga. İbrahimni taxtdan tushirib, Mustakfining o'g'li Ahmedni bekitganda bu ishlarga bekitgandan keyin buni hokim deb sifatlagan. Undaqda bu Hakim Bi'Emrillah Salis bo'ladi deyman. Mana bu Hicriye 742-yil bo'lgan voqealar. İbn Hajar rahmatullohi alayhi deydi. Kishilar hamda İbrahimning ish to'g'riliq sultonga arznoma qilib shikoyat qilaverdi. Hatto buning kelib chiqishi avval nachar degan bo'lsa-mu, sulton buningga e'tibor bermadi dastlabda. Xalqlar hamisha gapni deb arz qilavergandan keyin oxiri buni bayat qilishdi dedi. Avam xalq buni Musta'ti Billah deb laqab qo'ygan. İbn Fazlullah Masalik nomli kitobida Vosiqning tarjimasi haqida mundaq deydi. Cho'ng dadisi bu yaxshi odam bo'lib qolamiki, yaxshimiki deb o'ylab, buningga veliahdlikni topshirgan. Yoki xilofat maqomi uchun, xilofat tarafi uchun uyg'unib qolamiki, o'ngshilib qolamiki degan maqsadda buningga veliahdlikni topshirgan. Lekin bu faqat shu ahmoq, hamoqat cho'ng bo'lgan. Bu ibodatsiz, ya'ni diyonatsiz cho'ng bo'lgan. Pes nashayan ishlar bilan ozdirilgan. Keraklik bo'lmagan ishlarni qilgan bu. Zarur bo'lmagan ishlarni, hikmatsiz, dissiz. Töven qatlamdagi nachar, pes odamlar bilan aralashgan. Bu o'zini o'z xo'rlagan, o'z obro'yiga dog' tekkizgan odam bu. O'zining yomon qilmishlarini yaxshi deb qarab olgan. Buning qalb ko'zi ko'r bo'lib, yomon ish qildigan odamlarni o'zi yaxshi deb o'ylab olgan. Hatto mush kapta o'ynaydigan bo'lib olgan bu odam.
Qo'chqor so'qashtirdigan, mushta ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, xo'roz so'qashtirdigan. Anda mush qo'li uzun qo'ylarni beqib, masalan, mushta qo'tollarni selib, mushuni beslashgan dedi. Mushunga o'xshash siyosat bilan ish bo'lmagan, o'zing havoyi havisiga boqilgan ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Buningga o'xshash avvallo insonning murovatini tushiradi. Odamda bir hayvatini qo'ymaydi masalan. Tamkinlikni yo'qtidi bundoq odamlarda. Mana bu yomon muomala, yomon munosabatlarga olib bordi. Biznes alsa pulun to'liq bermaydigan, uy zemin ijara olsa, uningki ijarasini bermaydigan. Bir dirham uchun o'zing olqonlarini to'shqizib, uning hiyla-mikri qiladigan, harom bilan o'zing qarnini to'shqizadigan, haromdan yeb, haromdan ichadigan, oxir buningki yuz obro'yi xunukleşken. Oxiri bu odam fursatparastlarningki hujumiga bularning xo'rlashiga uchragan. Oxiri mushu paytlarda mustakfi o'lib ketib, sulton buningga dahshat ochchig'i bilan turayotgan paytda, hatto shu g'azab nafrati teshib, gradus taz o'layotgan paytlarda mustakfi o'lib ketdi-da. Mana mushu mag'rur vosiq bu haqiqa, bu hamoqat hamda mushu xalifalikni talab qildi-da, o'lib ketib o'g'ichamda o'zinki tog'isi. Amaliyotda buningga bu loyiq emas yoki majbur emas deyilibdi, ya'ni zarur emas, buning munosib emas demoqchi bo'lsa kerak. Chunki bu sultonga o'zining tog'isini suxanchilik qilib chaqadigan birisi edi. O'zing tog'isi xalifaninki boshlariga xuddi shu tuma bitganga o'xshash nurg'un hiyla-mikrni o'ylab chiqadigan odam edi deydi. Shu paytlarda sultonning huzuriga ayni vaqtida cho'ng dadisi bergan bir yorliq va valiahd bekitib kinchi tushirib o'tgan. Shuni ilib keldi. Sultonmi buning biroz shubhilik asosida bayat qildi. Taraflarga buni xalif qilib yorliq jakarladı. Ameliyatda boshda biz deb o'tgandek, bu yorliq ayni vaqtida bu valiahd qilib bekitgan yorliq bu amaldan qolgan, buni to'xtatib etgan ayni vaqtdagi xalifa. Qozil Quzzat Abu Umr ibn Jamoa bir amallarni qilib sultonni vosiqning nomida xutba o'qimaslikqa nurg'un da'vatlarni qilgan bo'lsa-mu, sulton buningga qo'shilmadi. Oxiri biroz ixtilof bo'ladi-da hamda. Chunki jiq o'limali buni yoqtirmaydi bu davrda. Bu qozi bilan hamda sultonning qarishi bir ishkilaylanga xutba o'qimayli dedi. Undaqda bu yerda ikki xalifa bo'lib qoldi. Biri Vasiq, biri Mustakfining o'g'li Ahmad. Bu xutbada faqat sultonning nomi sharifini o'qish bilan xalifaning ismlari bayon qilinmadi. Mustakfining vafoti bilan munbarlardan xilofat ismi o'chishga boshladi. Xuddi burun u bir cho'qqiga chiqib yuksalmaganga o'xshash. Mihroblarda xalifalarga duo qilish amaldan qoldi. Ezelden xilafet babını çekip bakmagandek, xilafet davallarda sayılarda yürümegandek dedi. Ama xuddi bu Abbasilar xalifelerinin en ahiridek bo'lib qoldi Mustakfi. Yani jimjitda. Xilafet belgisi faqat g'oz kiyimi kiyish, ashu o'tkir qilishlar ichida hamma adam jimjit cho'kib yashash, mushu jimjitlik surdi-da. Mana bu ish ta sulton vafot bo'lganga qadar davom etdi, xilofatsiz. Sultonning ishkini o'limdan iborat bu qo'rqinchli bir kuch chekkan vaqtida sulton tuvandikdek vasiyatlarni qildi.
ishlarni o'z ahliga qaytarayli deb darhol Mustakfining o'zing o'g'liga yorliq tushirgan xilofat valiahdlik belgilmasini ijro qildi. U bo'lsin Ahmad Ibrohim emas. U vaqtida mundoq dedi: hozir hamda haqiqiy tajalli qilgan namoyon bo'lgan payt mana shu. Qarşılaş quşlarga nisbatan nayet illiq, nayet mulayim, sipoyi bo'ldi da İbrahimni darhol tushirib etdi. Unasta ko'zdan yo'qitib, uningki izini o'chadi. Vosiq bo'lsa bir himmatlik kishilarning shaklda muomilada bo'lib olgan, nayet irodalik, dabdabilik bo'lib olganda ba'zi iboratlarda ma himam deganda o'rniga bohum deb olgan, ya'ni buningda hayvonlar kabi bo'lib olgan degandek mazmunda keltirilgan. Bu ahli karamlarning mardona kishilarning kiyimida nacharlikni yo'shirgan. Yani xilofat kiyimi demoqchida. Bu hatto simirib, yo'g'inab, go'psadek bo'lib ketgan. Bunu vasık deb atalgan. Bu yerdeki hemiz kinoya gaplar. Bu enişten apatmagan demekçi şu paytlarda. Bunda xilofat yoki xalifa degan bu ismga nisbatan u qayerda? Ha? Bu ism degan azalda odamning qalblariga bir xil hayvat soladigan ism. Amaliyat bu buna yaqinmi kelanmaydi deydi. Xilofatning hayvatidan ayiblar yipilatdi. Nayet bir xil dabdabilik manda bir isim bu xilofat deganga. Hayhat biz qo'cha qochig'ini biz qochig'i deb atamaymiz. Pashining haqancha burni uzun bo'lsa-mu uni pil deb atamaymiz. Ba'zida shu zamonning, davrning nacharlik tufaylidan kasat bo'lib qolgan narsalarning bozor chiqib qolishi mumkin. Mushuklar shir yo'lvoz kabi itilib o'kirishi mumkin. Hamda bo'lsa o'zing qo'lini tishlaydigan vaqt keldi, ham pushaymon qiladigan zaman keldi dedi. Oxirda hamda Ibn Fazlullah so'zining oxirini tuvandagi jumla bilan oyoqlashtirdi. Va men yahun yasul havanu alayhi. Kim o'zi xor bo'lsa yoki xorliq odatlansa, xorliqni qabul qilsa, bu xorlanish bu odamga zamonning o'tishi bilan bir odatlanib qoladi. Uni hech qilmaydigan bo'lib qoladi. Yani xorliqqa bir vijdon g'ururi bo'lmagan odam xorliqni odatlikda qabul qiladigan vijdonsizga aylanib qoldi degan she'r bilan so'z bilan oxirlashtirgan. Bugungi darsimiz mushakish bo'lgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.